Nevroz holatida inson ikkita asosiy mexanizmdan juda ham ko'p aziyat chekadi. Aslida bu mexanizm bir qarashda juda ham kerak, juda ham foydali inson uchun, lekin u juda ham ko'p ishlatilganda insonni toliqtirib, charchatib qo'yadi va stress darajasini yuqori ishlashiga xizmat qiladi. Bu qaysi mexanizmlar? Eslatib o'taman, bu video nevroz holatidagi insonlar uchun mo'ljallangan. Agar sizda nevroz holatlari bo'lmasa, bu videoni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Inson nevroz holatida juda ham ko'p mexanizmlar mavjud va shu mexanizmlarning ichida ikkita asosiy mexanizmdan juda ham ko'p aziyat chekadi. Birinchisi bu giperkontrol. Ko'p nevroz holatida inson juda ham ko'p kontrolga moyil bo'lib qoladi. Bu inson hamma narsani kontrol qilish kerak, hamma narsani bilish kerak, hamma narsa bu inson o'ylagandek bo'lishi kerak va boshqacha bo'lishi kerak emas va har bir holatda, har bir o'zidagi vaziyatda, har bir nevroz holatini yo har bir xayollarini juda yuqori kontrolda ushlashga harakat qiladi. Ya'ni bu insonni o'zi bilmagan holda giperkontrol shakllanib ketadi. Va bundan juda ham ko'p aziyat chekadi va juda ham ko'p stress darajasini oshirib qo'yadi. Nimaga? Chunki hayotda biz o'ylagandagi hamma narsa bo'lmaydi va biz xohlagandagi ham bo'lmaydi. Va biz hamma narsani hayotda kontrol qila olmaymiz. Va biz o'zimizni nazoratimizdagi holatga tushira olmaymiz ko'p narsani. Va biz kutmagan narsalar ham bo'ladi va biz xohlagan narsalar ham bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bizani fikrimizdagi juda yuqori kontrol ko'p joyda ishlamaydi. Buni ko'rgandan keyin insonda afsuslanish bo'ladi, agressiya holatlari, jahldorlik bo'ladi, asabiylik bo'ladi va juda ko'p stress darajasi oshadi va o'z nevrozini qayta faol ishlashiga xizmat qiladi. Aslida hozirgi stress olayotgan vaziyatga bu inson kontrol ham qilish kerak emas. Va aslida bu insonni e'tiborda ham bo'lish kerak emas bu vaziyat. Va bu insonni kontrolidagi bo'lish kerak bo'lgan vaziyat ham emas aslida bu. Lekin bu inson yo'q shunaqa bo'lish kerak, yo'q bunaqa bo'lish kerak emas deb aybni vaziyatdan qidiradi, yo'q hayotiy qaysidir o'zgarishlardan qidiradi. Aslida o'zgarishlardan yo hayotda hech qanaqa muammo yo'q. Bizani giperkontrolimiz borligi uchun bu holatlar bo'ladi. Ikkinchisi bu giperskaner. Ko'p nevroz holatidagi inson juda ham ko'p o'zini tekshiradi, skaner qiladi. Bu ko'pincha ichki a'zolarga, ichki organlarga qaratiladi. Rangim qanaqa, kecha qanaqa edim, bugun qanaqaman. Oynada kecha bunaqa ko'rayotgandim, bugun bunaqaman. Nimadir bo'lyapti menda, nimaga meni yuragim bunaqa uryapti, nimaga menda oshqozonim bunaqa ishlayapti, nimaga meni ichaklarim bunaqa, nimaga men bunaqa bo'lib qoldim, nimaga menda bunaqa o'zgarish bo'lyapti deb juda katta o'zini skaner qilib yashaydi va bu giperskaner orqasidan u albatta o'zida qanaqadir kamchilik topadi, albatta. Va bu kamchilikni xavotiri baland bo'lgani uchun qaysidir tuzalmas kasalliklarga yoki davosi yo'q dardlarga yo'q qanaqadir bir og'ir bo'lgan umuman tuzalmaydigan kasalliklarga yo'yadi va shuning orqasidan yana o'sha tekshiruvlar boshqalar bo'ladi va hech qachon bu o'ylagandagi holat kelib chiqmaydi. Aslida bu insonda juda giperskaner yuqori bo'ladi. Oddiy tanadagi oddiy bir kichkinagina o'zgarishlar ham bu inson uchun filday ta'sir qiladi. Nimaki bu insonda giperskaner mavjud. Aslida bu oddiy bo'ladigan holatlar. Bo'lib o'tib ketadigan holatlar. Aslida bu insonda emas, sog'lom insonda ham bo'lib o'tib ketadigan vaziyatlar. Bu insonlarda giperskaner bo'lmagani uchun bu vaziyatlardan o'tib ketadi. Ko'p xavotirli insonlar, ko'p nevroz holatidagi insonlar shu joyda to'xtab qoladi. Nimaki bu insonlarda giperskaner bor. Biz juda ham ko'p skaner qilganimiz uchun bir kichkina detallar ham, kichkina vaziyatlar ham biz uchun juda katta bir tuzalmas darddek ko'rinaveradi.
Mana bundan inson juda ham katta stress oladi va o'zini nevrozini o'sha qayta faol ishlashiga xizmat qiladi. Aslida bu ikkita mexanizm inson uchun foyda. Qachon foydaki, u norma darajada bajarilsa. Norma darajada bajarilsa, u insonga ziyon bermaydi va stress bermaydi. Aytib o'tganimdek, bu kontrol emas, giperkontrol, skaner emas, giperskanner darajasiga chiqqanda inson bundan juda ham ko'p aziyat chekadi. Hatto bu narsani orqasidan juda ko'p vaqt yo'qotadi va juda ko'p moliyaviy ahvolini ham og'irlashtirib qo'yadi. Mana shuning uchun bu ikkita mexanizmdan to'g'ri foydalanishni o'rganaylik. Sog' salomat bo'linglar.